Uyg'ur yozuvchisi Yasinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod Xanim nomli tarixiy romani. Bu roman Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'g'rida anlatildi. Qizil Söylep to'piligining orlig'idagi ko'z yetkisiz taqir sayliqda haqiqatan tog' tarafdan eqib kelib, soyning qoq o'ttirisidan kesib o'tadigan, qishi yoz 3-4 tosh suv eqib turadigan bir eqim bor edi. Bu sayda mushu eqindan belak ishkidek, ot uloqni sug'arg'udek suv manbasi yo'q edi. Bu g'ilton sayda quduq ko'lab suv chiqarish basi mushkul edi. Atigandan beri yazak qo'shinini boshlab chaqmoq tezligida yo'l yurib, bu eqin bo'yiga yetib kelgan Shar'ali Bahodir bu soyning jo'rofiylik ahvolini kuzatib, atigan Amir Kabir Hinduqush Mirzaning aytganlarining haqiqatan rost ekanligiga ishondi. Va lashkarlarini oromma oldirmay eqinning qarshi qirg'idan bir chaqirim ilgarilab qarorgoh qurishga kirishdi. Ular qarorgohlarini joylashtirib, g'izoga tutunib turishiga Qashqar qo'shinlarimi soyda osmon palak to'pichang tuzitib yetib kelishdi. Soydik eqinning allaqachon xon lashkarlari tarafidan egilinib, eqin bo'ylatib qarorgohlarini joylashtirib bo'linganini ko'rib, o'zlarining bir qadam kechikib qolganligiga pushaymon qilishdi. Va 2 chaqirim orqaga chekinib, G'ilton soyga qarorgohlarini qurishga kirishdi. Shu chog'da Shar'ali Bahodir Hinduqush Mirzaning avliyolachi hukmiga to'liq qoyil bo'ldi. Her ihtimalga qarshi lashkarlarga urush sepi tuzib, safaros bo'lib turishga farmon berdi. Her ikki tarafning lashkarlari nag'ri so'naylarini chelishib, birpas so'ran cho'qon selishgandan keyin jim bo'lishdi. Qashqar qo'shinlari xon lashkarlarining ahvolidan ancha bexabar bo'lg'ashqa. Yerim kundan ortiq yo'l besib, yerib ichib, usab ketgan lashkarlarini orom oldirmayla qorinliq bilan hujumga o'tishga jur'at qilolmay to'xtab qolishgan edi. Osmonning qa'rida esilib turgan quyosh g'oyat zo'r o't shardek tavlanib, butkul soyni to'nurdek qizitayotgan edi. Soydagi toshlarga yalon oyoq dassash mumkin emas edi. Soyda uchrashgan ikki qo'shin bir-biriga xaris qilishganicha o'z qarorgohlaridagi yog'ochdan qorashtirilgan kuzatish munorining ustida qarshi tarafni ko'zatkach bir oz xazinasini o'tkazib o'tdi. Oxir peshin vaqti bilan jazo yurish qiluvchi xon lashkarlarining asosli qo'shinimi yetib keldi. Amir Kabir Hinduqush Mirza sarkardalarni agashtirib, Shar'ali Bahodirning eqin bo'ylatib qurgan qarorgohlarini ko'zdan kechirdi va rozimanlik bilan boshlashdi. "Yo'q, jangga o'ndimisa biz oldirmayli", dedi Hinduqush Mirza bargohi oliga qaytib kirgandan keyin. "Lashkar, ot uloqlarimiz uzun yo'l yurib hadi. Eqin bo'yiga joylashib oldik. Sudini g'amimiz yo'q. Oziq-tulik, yem-xashkimiz yetkichi bor." O yotchi bigiga qarab farmon tushirdi. "Kechilik qorovullar bir has ko'paytirilgay. Boshqa lashkarlar xotirjam uxlab aramag'ay. Kechida hech kimning o'z qarorgohidan xohlagancha sirtga chiqishiga ruxsat yo'q. Farmonga xilof qiluvchilarning kallasi elindi." "Navoda yov qo'shinlari kechida qarorgohimizga bosqin qilib qolsa-chu?" dedi Malika Muhtaram xonim bolalarga xos ehtiyotchanlik bilan. "Xotirjam bo'ling Malika", dedi Hinduqush Mirza kulib. "Ular bizning ahvolimizdan, lashkarlarimizning sur hayvisidan yomon emas xabardor bo'ldi. Ularning otning kallisidek yuriki bo'lsa-mu, bunda qaramliqni hargiz qilolmaydi. Desam, ular hozir bizning kechilab bosqin qilib qilishimizdan ehtiyot qilib, qarorgohlarini chekintiryotdi-ku deyman. Ular qarorgohlarini allburun joylashtirib bo'lgan bo'lsa, yana qo'zg'olib emas", dedi Baronga qo'shinning amiri Cho'pik Mirza ancha ishonmagan holda. "Amir Kabir otamning deganlari to'g'ri", dedi Malika Muhtaram xonim so'z qilib. "Asi Qashqar qo'shinning amir lashkari urush ilmidan xabarsiz, kalva odam bo'lmasa, qarorgohlarini bir necha chaqirim chekindirib, qaytadan joylashtirdi." "To'g'ri dedingiz Malika", dedi Amir Kabir Muhtaram xonimning hukmini tasdiqlab.
İşenmesanglar sirtqa chiqib qarab beqinglar. Sarkardalardan bir qanchasi bargohi oliydan sirtqa chiqib, kuzatish munorasidan qarshi taraf lashkarlarga nazar tashladi. Endi Qush Mirzaning oldin ola qilgan hukmiga qoyil bo'lib, barkalla etishdi. Rastalla Qashqar qo'shinlari qarorgohlarini cho'vib, chekinish taraddudini qilyotdi. Bu kecha jimjit o'tdi. Bomdod namozdan keyin har ikki tarafning lashkarlari qarshi tarafning qarorgohlarini aniq ko'ramagan bo'lsa-mu, noshtilik uchun o't yiqilgan o'choqlardan ko'tarilgan qo'yib istitakni aniq ilg'a qildi. Noshtadan keyin Qashqar qo'shinining qarorgohi tarafidan ko'tarilgan chang to'zon bulutlari xon lashkarlari qarorgohi tarafga qarab sirilishga boshladi. Ular jang qilish uchun kelyotdi. Buni ko'rgan Amir Kabir Hind Qush Mirzami sarkardalarga lashkarlarini safaroz qilib turishga buyruq berdi. Qarorgohdan bir chaqirim ilgarilab jang sepitizdi. 1000 kishilik qo'shinni oziq-to'liq, yem-xechak va qarorgohni qo'g'dashga qoldirib qo'ydi. Bir chaqirim oraliq qoldirib, jang sepitizgan ikki qo'shin nog'ri so'naylarini chelishib, bir hazo cho'qon so'ran selishdi. Her iki tarafning to'g' alamlari soyning issiq shamilida larzon lapildaydi. Endi Qush Mirzadan boshqa sarkardalarning hammasi beshiga dubulga, uchisiga savut kiyishib, o'zlari eng yaxshi ko'radigan yaroqlarni mahkam tutishganicha ot ustida mag'rur o'tirishadi. Chilan to'ruq qori shahar ormig'iga minib olgan Endi Qush Mirza beshiga o'rib olgan chaqqong'ini o'qiyasini hozirli bir kimga otadigandek qo'liga ilib olgan edi. Neyzesi bo'lsa ostidagi qora arg'umoqning egiriga g'anjuqloqliq turadi. Sultan Abdullaxonning og'zidan qori tulpor deb ta'riflangan ostona chavandozlari umrda biror qitim bo'lsa-mu minib beqishni armon qildigan, ammo hozirgacha xondan boshqa hech kim minib boqmagan bu esil otni Abdullaxon oltin egar jabduqlari bilan Malika Muhtaram xonimga hadiya qilib atgan edi. Qashqar qo'shinining amir lashkarlari Akuka Al-Shohbek bilan Al-Qulbek va o'rinbosar amir lashkar Amir Mirza Yusufbekning ikki tarafida Xo'ja Hidoyatullo Ishonning so'pi lashkarlarining sarkardalari Molla Soqi bilan Molla Naqi ularning ikki tarafida 5 dan 10 nafar sarkarda chopchib turgan otlarning ustida xuddi sho'nqordek qo'nib o'tirishganicha hayvi bilan turishadi. Molla Soqi bilan Molla Naqidan boshqalarning uchisida jang kiyimlari bor bo'lib, po'lat dobulg'illarning qubbullari quyosh nurida vol-vol parqirab turadi. Azaldilla jang kiyimini kiyib baxmagan Molla Soqi bilan Molla Naqi jang kiyimlariga ko'namay, qo'lishamaydi ekanmiz, issiqda tarlab ketdik deb selib etib, o'zlarining so'pi darvishlik jandillarini kiyib olishgan edi. Amir Kabir Hind Qush Mirza Qashqar qo'shini sarkarda sarvozlarining g'ayur turqiga, lashkarlarning jangovar holatiga, sap tuzishlariga qarab ko'ngilda barikalli o'qidi. Va yot shibigidan boshqa barliq sarkardalarni boshlab yov qo'shini tarafga 150-200 qadam menib to'xtadi. Malika Muhtaram xonim Hind Qush Mirzadan bir qadam neri bo'lmadi. Onungacha Qashqar qo'shinining amir lashkarlari Aku-uka Al-Shohbek bilan Al-Qulbekmi sarkardalarni agashtirib ot soldi. Bir o'q yetim orliq qoldirib to'xtadi. Mana endi ular bir-birining chiroyini ochiq ko'rgidek, ovozlarini aniq anglayolgudek orliqqa kelishgan edi. Assalomu alaykum, ey muhtaram bahodir sarkardalar. deb salom berdi Hind Qush Mirza ot ustida ikki qo'lini ko'krigiga elib turib. Va alaykum assalom, ey bahodir ustoz, aziz tallari salomat bo'l. deb salomni ilik oldi ikki Aku-uka amir lashkarlarimi ot ustida ikki qo'lini ko'krigiga elib. Al-Shohbek bilan Al-Qulbek o'z vaqtida Hind Qush Mirzaning qo'l ostidagi sarkardalar bo'lib, urush ilmi, jang mahorati va jang tadbirlarini Hind Qush Mirzadan o'rgangan edi. Shuningdek, ularning Hind Qush Mirzaga bo'lgan hurmati alohida cho'ng edi.
Hindukush Mirzimi bu aka-uka sarkardalarning ilm mahoratiga qoyil edi. Tönügün ularning qarorgohini chekindirib qurdiganligini oldin faraz qilganligimi shu sababdan edi. Butkul Saidiya xonligi tavasidagi harbiy sarkardalar orasida mutlaq nufuz va hurmatga ega. Kam qo'rsoq, tam farosatlik bu peshqadam sarkardani bu qatimki jazo yurishi qilg'uchi qo'shinning buyuk amirligiga tayinlashdimi Sultan Abdullaxon Hindukush Mirzining bu nufuzi va hurmatidan foydalanib Qashqar sarkardalarini al qilib jazo yurishni urushsiz g'albaga erishtirib, shu orqali qon to'kilishni azaytib, ota bola o'ttirsida yuz bergan taxt talashish mojarosini pam bilan oxirlashtirishni maqsad qilgan edi. Ey Bahodir ustoz, dedi Alshohbek avval so'z elib. Yaşangan vaqtlarda buncha riyozat chekkicha, qasrlarda aroq asıl bo'lmasmidi? Büyük Saidiya saltanati uchun ko'rsatgan ajr to'hfalari yetib oshatdi bo'lsin. Ahvoldan qaraganda Soqiyachi qori musulmon Ozg'ullarning sehri jabdullarga oldinib, saltanatning tezginini tutib turishga majol yetmagan Sultan Abdullaxon oliylari oldib, Siridek go'har buzurgning qadriga yetmagan o'xshaydi. Bizlarga nadan shogirdlari atqarchilik qilgan hesabda janoblarga ikki og'iz maslahat beraylik. Shahzoda Yo'lvasxon yoshlik shijoati urg'ib turgan, mardu mardona o'zlariga o'xshash peshvolarning qadriga yetadigan istidodli zotdir. O sizlarga cho'qim eng katta hurmat, ehtirom bildirdi. Shunlashqa yalang'ashlangan ajal qilishlarini qanig'i sasizlar. Orqalariga yansizlar. Bizmo sizlar ustoz o'lima buzurikning xizmatida bo'laylik. Birlikda Ostoniga qaytib, Sultan Abdullaxonni orig'i elib olgan Soqiyachi qori tog'liq murtlarni jazolab, saltanatning o'l fosiqlarning iflos oyoqlaridan tozalaylik. Sultan Abdullaxon oliylari yashangan vaqtida hordiq elib, oxirgi umrini xotirjam o'tkazsa, Shahzoda Yo'lvasxon taxtda o'ltirib, yurtchilik tezginini qo'liga olsa, bu saltanat el yurt uchun foydalidir. Ota bola o'tirsidagi adovat nizo tugallarimi o'zligida yeshildi. Hindukush Mirza ot ustida o'zini tutib olmay qaqoqlab kelib ketdi va taajjub ilkida turib qolgan Alshohbekka qarab so'zladi. Yaxshi maslahatlariga asanat, amir lashkar janoblari. Bu umrimda o'z xo'jsiz tuzkorlik qilgan banda emasman. Sultan Abdullaxon oliylari eli ham bu Saidiya xonligining sohibidir. Al-hol shundoq ekan, men ashu xon oliylarining otgan o'qidurman xolos. Amir lashkar janoblari aql farosat, alam va qalamda kamolatga yetgan yigona bahodir edilar. Shunlashqimi xon oliylari janoblarining sadoqat va shijoatiga cheksiz ishinib, Qashqarda katta yurtning lashkari amirligini o'zlariga topshirgan edi. Hala bugungi kunda saltanat ag'yorlari suxanchilik qilib, padar bilan farzand o'tirsiga adovat nizo urug'ini chashdi. Shahzodaning oldiran o'lig'i farosatsizligi va shuhratparastligidan foydalanib ketdi. Sizni yaxshi yomonni ayirg'uvchiligi bor deb cheksiz ishinatdi. Mana endi hayron qilyapmanki, Silimo aşı yamanlarning qo'lidagi ajal qilichi bo'lib, cheksiz himmatiga va e'tiborlishiga musharraf bo'lgan xon oliylariga yenishga petinibdilar. Sulh g'avg'olarini sulhchilar o'zlari bilishi. Ondan qolsa butkul Saidiya tasarrufidagi har qaysi sulh murtlari va sulh mazhabni tark etgan, ahli shariatni o'zlariga musulmonlarchilik mezoni qilgan barliq ulug' ushoq avom ra'iyatning qiblagohi, pushti-panohi bo'lmish xon oliylari bidir. Chunki saltanat tezginini qo'lda tutgan kishi yurtchilik horvisini qayon mangdirg'isi kelsa, qamchisini shu yonga sheltqisi kelar. Buningga bizlarning o tarafga yoki ma'u tarafga ma'u deyishga hech qanday haqqimiz yo'qdir. Azaldan saltanat taxtini o'z pushti bo'lmish shahzodalarga o'tinib berish bermaslik xonning o'z ixtiyoridagi ishdir. Bizlardek oddiy ra'iyatning odilishga haqqimiz yo'qdir. Ey Bahodir sarkarda, bundaq el yurt uchun tagmichilik foydasi yo'q. Ammo hasilab zini va taxt qavg'asiga aralashmaganlar yaxshi.
Mening janoblarga deydigan ikki og'iz nasihatim shuki, qo'llaridagi ajal qilichini tashlasizlar. Biz birlikda Qashqarga berib, Shahzodaning beshini aylantirib olgan So'xanchi saltanat ag'iyodlarini jazolaylik. Qolgan ishlar bayam sizlar deganda. Ota bola o'rtasidagi adovat, nizo tugishlarini o'zlari yeyishib olsin. Onda qilishga bo'lmasmikan taqsir? deb gapga lo'qma soldi Alshohbekning inisi Alqulbek ta'addi qilib. Akam bayatdan hazratlarini ustoz o'lima deb bilib, hurmatlarini qildi. Aka ini ikkimizning hazratlarini alohida hurmatlaydiganligimizni hamma odam biladi. Ammo shuni asrda tutsinki, har qancha hurmat ehtiromning cheki bo'ladi. Albatta shundoq, dedi Hindukush Mirza oppoq soqollarini silab turib. Xuddi shuning aksiga har qanday izzatning yo'l qo'yishning cheki bo'ladi. Men shundoq bir hikmatni bilaman. U bo'lsa, johillik insonga yaxshi oqibat ekanmaydi. Bo'libmi sizlarga o'xshash yomonga yontoyoq bo'lgan johillarga janoblar bilan ortiqcha dardalash qilib o'tirishning hamda hojat qolmadi. O'lma hazratlari, biz aka ini shogirdlarini behurmat qildi deb aytib buyurg'aylar, dedi Alshohbek Hindukush Mirzaga yana bir qatim egilib salom baja keltirdi. Lashkari qirchapmi yoki mahorati sarkardimi o'zlari bir nima degaylar, muhtaram ustoz. Amir lashkar janoblarining fayli shu bo'lsa, bizmi ortiqcha eg'iz turtib o'tirmaylik. Lashkari qirchap qilib behuda qon to'kish hojatsiz. Meningcha mahorati sarkarda bo'lsin, dedi Hindukush Mirza va sarkardalarga qarab to'ldi. Qani bahodirlarim, avval qaysinglar maydonga tushib, mahoratini chiqaqsizlar. Hindukush Mirzaning so'zi oxirlashib bo'lguncha Shir Ali Bahodir shamshirini qo'llanlatganicha etini devitib maydonga tushdi va Yovuz ipiga qarab etildi. Shu hamon Yovuz ipidanmi bir sarkarda agir qilichini o'ynatganicha Shir Ali Bahodirga qarab ot soldi. Ikki tarafning lashkarlari so'ran cho'qon selishib o'z sarkardalariga madad berishdi. İki sarkarda o da 10 necha marta elishibmi bir-birini yengolmadi. Biri shiddat bilan urg'on qilishdan, yana biri chabdaslik bilan o'zini apqochatdi. Birining ishlatgan panti, yana biri darhol sezib oladi. Qilichlarning bir-biriga zarb bilan urishlaridan jaranglagan ovozlar chiqib, vol-vol ushqun chacharaydi. Har ikki sarkarda shunchalik o'zlarini tutib olishgan ediki, qarshi tarafni qilichlab ajal sharbati ichirishdan boshqa hech nimani o'ylamaydi. Bu ajoyib jangbozlik mahoratiga mahliyo bo'lishgan har ikki tarafning sarkarda lashkarlari Tog'dir soydagi o't otash kuyuk oftobni zinhor his qilishmaydi. Shu yo'sinda bir oshpishim vaqt elishgandan keyin Qashqar sarkardasi bara-bara holsirab hujumdan mudofiyaga o'tdi. Shu asnoda sarkardasining chandurib qo'yayotganligini sezgan o'rin bosar Amir lashkar Mirza Yusufbek naysini pullanlatganicha ot selib maydonga tushdi. Shir Ali Bahodirga shiddat bilan tashladi. Shir Ali Bahodir endi bir nayza va bir qilishga taqobil turishga kirishdi. Nomatli qildi, bir odamga ikki odam chiqdi, deb qiqa silishdi lashkarlar. Shir Ali Bahodirning taqobil turolmasligidan vayim yegan Hindukush Mirza sarkardalarga qarab so'zladi. Mirza Yusufbek degan nomard qor yuz amirni ko'rib, o'rdidan yuz o'rgindi ozdab, texi xon lashkarlariga naysini tanlab chiqqanni? Qani, qaysinglar hamdamga chiqsalar? Shu hamon xon lashkarlari sepidan bir sarkarda etig'i zarb bilan qamchi soldi. Qarshi tarafga o'qdek uchib ketdi. Hindukush Mirza xotirjamlik bilan soqolini salamoqchi bo'lib, qo'lini enligiga opira-opirmayla opla deb to'ldirdi. Chunki Yovuz ipiga ot selib ketgani boshqa biri emas, dal Malika Muhtaram xonim edi. "Malikam, kaminlarga yonsilar!" dedi Hindukush Mirza jenining berishdi olib. Bu chog'da Malika Shir Ali Bahodir bilan elishayotgan Yovuz sarkardalarining qishig'i berib bo'lgan edi.
Malikaning hayotidan xavfsirab ham uning boshboshliqligidan g'azablanib, butun a'zoyi purrida qor ter bosgan Hinduqush Mirzaning tili qalvolishib qolgan edi. O bir necha daqiqa dong etib turib qolgandan keyin Malikaning ko'zini uzmay turib baqirdi. "Ulug'lar, biringlar berib, g'amxo'r Malikani qo'ldan qaytirib kelinglar." Sarkarlardan biri Malikani yondirib kelish uchun ot selib chiqib bo'lguncha Shir Ali Bahodir bilan elishayotgan Mirza Yusufbek Shir Ali Bahodirni tashlab Malikaga qarab ot soldi. Malikaning naq yelini challab zarb bilan nayza urdi. Malikadan ko'z uzmay qarab turgan Hinduqush Mirzaning yuragi eg'ib ot ustida tiqirlab qoldi. O bu fojiani ko'rmay degandek ko'zini yumib oldi-da, daqiqa o'tmay yana ochdi. Ochdi-yu, vujudida o'chay deb qolgan umid shomi yana pillildi. Malika urilgan nayzidan o'zini abjillik bilan qochirib, etining beshini burg'unicha xon lashkarlari sepiga qarab chepib kelyotdi. Etilib kelgan sarkarzining bir martam elishmayli qochqinni ko'rgan Mirza Yusufbek uni tirik tutib olib, ostidagi qora tulparni o'lja elish vasvasida jenining berichi qo'lladi. Mirza Yusufbek Malikaning ostidagi qora arg'umoqning Sulton Abdullaxonning ativorliq qora tulpari ekanligini tunib qolgan edi. Qechib ketayotgan Malika qora tulparining tezginini ixtiyoriy qo'yib etib, qo'lidagi naysini egarga chaqqonlik bilan xonjo'qladi. Bo'yniga esib olgan o'qiyasini elib, kun o'qtandan bir tal o'qni elib, kirichqi silib, ya'ni to'lun holatga keltirib tortib olgandan keyin chaqqidi kayniga qayrilib, orqasidan 7-8 qadam yiroqlikda jenining berisi qo'g'lab kelayotgan Mirza Yusufbekning ko'zini nishonlab kirishni qo'yibdi. Şu hamon Mirza Yusufbek echinishlik birni varqirab ot ustidan orqasiga uchib tushdi. Malikaning otgan o'qi uning dal o'ng ko'ziga berib sanjilgan edi. Uningcha egarning qonjig'isidan naysini elishga ulgurgan Malika qora tulparning tezginini shoqqi kayniga bordi. Og'riq azobida qumda chiqib qolgan beliqdek tiltonlab turgan Mirza Yusufbekning naq yeliga to'g'rilab naysini gachchida sanjidi. Onungacha Malikani qo'g'dash uchun yetib kelgan sarkarda qora tulparning tezginini qo'liga olib oldi. O'rinbosardan ayrilgan Al-Shohbek nog'ri chaldirib, jangbozlik mahoratini vaqtliq to'xtatish haqida Hinduqush Mirzaga bishorat berdi. Malika Muhtaram xonimning hayotidan andish qilib turgan Hinduqush Mirzami darhol nog'ri chaldirdi. Nog'ri ovozini olgan Shir Ali Bahodir bilan Qashqar qo'shinining sarkardasi elishishni to'xtatib, o'z saflariga qaytib kelishdi. "Ey g'alvaxo'r Malika, Asi munofiq Amir Mirza Yusufbekni o'ltirib, xon lashkarlarining haybisini oshirgan tuhfangizni demasam, sizni shu topning o'zida lashkari jazoga tortar edim. Yana boshboshliqlik qilgan bo'lsangiz, darhol ostonaga qaytirib yetman. Yoki qarorgohga so'lab nazarband qilib qo'yman. Mushtundek bir ojiza bo'g'ingiz bilan yuragingiz ajab to'ngkan bu sizning. Yangi chiqishga sizga kim ijozat berdi? Bilamsiz, bu degan yog'i hargizmi o'yin emas. Birinchimislar Amir Kabirata, dedi Malika Muhtaram xonim erkilab. Boyam o'zlari hamdamni chiqishga farmon berdilar. Farmon berilgan ekan, albatta sarkardalardan biri hamdamga chiqish kerak-da. Gerçi hemen resmi sarkarda hesaplanmasam-mı, Janobi Bahodir sarkardalar bilan bir saf turgan ekanman. Farmonbardor bo'lish burchim bor. Uning ustiga chop-chip turgan qora tulpar boshqa sarkardalarning etidan chaqqan chiqib qoldi. Demisizmi, buning o'yin emas, yog'i ekanligini obdan bilma. Bo'lmasa, xon atamga shuncha yolvorib kelmas edim. Turpandagi vaqtimda atamga agishib, bir qancha qitim yog'i ko'rganman. Javoblashma. Boshboshliq qilmaslikqa va'da beraman, dedi Hinduqush Mirza qopqini turib. Xo'sh, va'da beray. Amir Kabirata, dedi Malika Muhtaram xonim beshini tavan selib. Shu topda Hinduqush Mirza qasdan qopqini turvog'ini bilan Malikaning boyamqi ko'rsatgan bahodirligidan va kamolatga yetgan o'qiya etish mahoratidan so'yinib, ichida barikalli etayotganligini hech kim bilmaydi.
Şu esnada Elshah Bey'nin elçisini xon lashkarlarining qaravullari oldiga selib keldi. Elchi qo'ynidan bir parcha xatni elib Hindukush Mirzaga topshirdi. Elshah Bey xatda bugun lashkarlarni horida qoldirib, jangni ati qaytadan davomlashtirishni talab qilgan edi. Tenji qava Kuyuk oqtobda lashkarlarga issiq o'tib ketishdan ansirgan Hindukush Mirza bu talabga qo'shilib, sarkardalarga lashkarlarini qarorgohga qaytarish farmonini berdi. Chanashlardagi suvlarining allaqachon ichib bo'lgan lashkarlar husuzlikda qurib ketgan lavlarni yalashgunicha tezlik bilan yaqin bo'yidagi qarorgohga qarab mangdi. 3 kun tep-tinchlik o'tib ketdi. Elshah Bey boshchiligidagi Qashqar qo'shinlari bir necha qatim jangga o'ndab baqqan bo'lsa-mu, Amir Kabir Hindukush Mirza sarkardalarga o'z qarorgohlarini mahkam saqlashga farmon berib, bargohi oliyga bekinib olgunicha midirlamay yetib oldi va sarkardalarning jangga chiqish talabini qat'iy rad qildi. Amir Kabirning nima xiyoli borligini bilolmagan sarkardalarning bu taqir sayliqda ya oldiga mangmay, ya keyniga yanolmay ichib ketgan edi. Bugun kundagi odati bo'yicha osh vaqti bilan bargohi oliyga salomga kirgan sarkardalar salom soatini bajarib keltirib bo'lgandan keyin maslahatlashib olgandeklar o'rinlarida medirlamayla turishdi. Ularning chiroyiga qarabla nima deydiganligini faraz qilib bo'lgan Hindukush Mirzami hech nimani bilmagan bo'lib qasdanga jim turib oldi. Bu jimjitlik xeyli uzun davomlashdi. Amir Kabirning hadisla ostoniga qaytirib yetaman deb sur ko'rsatishidan xeyli bezqib qolgan Malika Muhtaram xonimmi sho'q erkaklarga yot holda jimib qolgan edi. Turqidan ular jim o'tirishda baslashayotgandek ko'rinadi. Oxir bu jimjitlikqa Amir Kabir chidamadi. Boroqturma bo'lib, bir yerga tiqilishmoqcha sirtqa chiqib shamoldab kelsanglar bo'lmamdi sarkardalar. dedi u o'tirganlarga tekshir qarab. Hech kimdan sado chiqmadi. Bargohi oliyning ichi odamning nafsi siqilg'idek darajada dimiq bo'lib ketgan edi. Sirtda quyosh soyga o't purkiydi. Oftobda birdan turish mumkin emas edi. Bargohi oliyning ichi bo'lsa, sarkardalarning tiniqida xuddi dabxonasi etib etilgan to'nurg'il o'xshab qolgan edi. Sirtqa chiqqanning mo foydasi yo'q, Amir Kabir janoblari. Sirtma o'xshashli o't atesh. Ochab tursak birdamni shamollaydi ekanmiz. To'xtasak qoq bo'lib turg'il bo'lmaydi ekan. Amsa bargohi oliyning ichi so'rinmaka? dedi Hindukush Mirza chekib bu yillardan saqib tushayotgan tarni balvig'ining uchi bilan ertib turib terikkan holda. Hech bo'lmasa o'zinglarning chig'ir bargohinglarda soydinglar. Bu yerga tiqilish olmay. Bizning osiy qo'shin bilan jang qilmay, xuddi beshikdan qochgan chashqandek qarorgohimizga bekinib olishimizning sababini aytib bersizlar. Sirtqa zodil chiqmaymiz Amir Kabir ota, dedi Malika Muhtaram xonim sarkardalarning bu duosini oshkorlab. Shundoq. Bas-basda ovoz qo'shdi boshqa sarkardalarmo Malikani qo'llab. Behuda qon to'kishdan saqlanishdan boshqa bizga muddao yo'qdir, sarkardalarim, dedi Hindukush Mirza to'mtoqlik qilib. Qon to'kishdan qolsa nusrat osmondan tushmas. Yog'i demaklik, qon to'kish demaklik. Adolat qilichini yalang'ashlamay turib, osiy qo'shinni hargizmi al qilib bo'lmas. Bu G'ilton soyning to'mir taptida mezirlamay to'riy berib, lashkarlarning ichi pishdi, dedi Barang'or qo'shinning amir sarkardasi. Hindukush Mirza soqolini salab bir oz turib olgandan keyin sarkardalarga takshi qarab turib so'radi. Aytinglarchi, lashkarlar oshmi? Yo'q, deb javob berdi sarkarlar. Amsa usuzmi? Yo'q. Ularning orasida issiq o'tib kasal bo'lganlar bormi? Qarorgohimiz yaqin bo'yida tursa, lashkarlar usuz qolmagandan keyin albatta issiq o'tib ketmaydi. Habballe, dedi Hindukush Mirza. Bizda hamma imkoniyatlar to'liq. G'amimiz yo'q. Shunga medirlamaymiz. Biroq
Asi qo'shinning o'ziq to'liki bo'lgan bilan suyi yo'q. Ular bir yutum sunimi 20 necha chaqirim yiroqlikdan to'chib akilib ichiyotdi. To'mizdagi g'ilton sayda ussiz qolgan odamga oson issiq o'tib qoladi. Ussizlik bilan oftob biz uchun Asi qo'shin bilan jang qilyotdi. Ahvol shunday bo'lsa, yana avor bo'lib, nemishqa jang qilmaymiz. Ko'ngillardagi tugish yeshilgan sarkardalarning chiroyiga kulki yugurdi. Ular ussizlikdan qiynalib yetib emas, navoda chekinib, Yenisar qal'asiga bekinib osqanda qilamiz. Buning javobini haligacha sarkarda Shar'ali Bahodir beradi, dedi Hinduqush Mirzo xotirjamlik bilan. Shu chog'da sarkardalar bargohi oliyda sarkarda Shar'ali Bahodirning yo'qligini his qilishdi. Aslida Hinduqush Mirzo tunigun namoz degar vaqti bilan Shar'ali Bahodirni bargohi oliyga chaqirtib, uni ko'z bog'langan vaqtda yazak qo'shinni boshlab, yov lashkarlariga to'ydirmay, ularni oyinib o'tib, kechilab ozg'ini qeri-cho'ri lashkarlar bilan qo'g'dug'isiz qolgan Yenisar qal'asini elib, Asi qo'shinning chekinib mudofialanish yo'lini o'zib tashlash farmon bergan edi. Bu lashkariy maxfiyatlikdan boshqa sarkarlarning xabari yo'q edi. Shu asnoda bargohi oliyga kirib kelgan mulozim Amir Kabirga salom qildi. "Ma'lum bo'g'ay, yazak qo'shindan chaparman keldi." "Akarsor", dedi Hinduqush Mirzo. Barliq sarkarlarning ko'zi bargohi oliyga kirib kelgan chaparmanga tikildi. "Amir Kabir janoblarga ma'lum bo'g'ay, yazak qo'shin bomdod vaqtidan burun Yenisar qal'asini fath qildi. O'lim yetim ahvollari ko'rilmadi." Sarkardalarning chehriga kulki qo'ndi. "Darhol qaytib, sarkardanga qal'aning mudofiasini kuchaytirsin. Qal'a ichidagi avomga zinhor zulm solmag'ay", dedi Hinduqush Mirzo Chaparmanga. Chaparman farmonni elib chiqib ketdi. "Muhtaram sarkardalar", dedi Hinduqush Mirzo o'ltirganlarga qarab. "O'z qarorgohingizga qaytib, lashkar sarvozlaringlarni obdan g'izolantirib tayyor turinglar. Peshin namozidan keyin Asi qo'shinning qarorgohiga hujum qilamiz. Barliq lashkarlarga alohida farmon jakarlasinki, Asi qo'shinning qarshilik ko'rsatishiga majoli yetmagan kesal, ojiz lashkarlarga zinhor zaxm yetkazilmagan. Farmonga xiloflik qiluvchilar lashkariy jazoga tortildi." Sarkardalar ruhli holda bargohi oliydan yenib chiqdi. Anglayotganlar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Amir Kabir Hinduqush Mirzo haqiqatan to'g'ri faraz qilgan edi. Shahzoda Yo'lbosxonning 2 to'man kishilik muntizim lashkari bilan Xo'ja Hidoyatullo Ishonning to'man kishilik hamdamchi sofiy lashkarlari 2 kun ichida suv masalasini hal qilolmay pot-paraqchilikka tushgan edi. Ularning maxsus sotuvchi lashkarlari So'gat to'puluq taraflardan tuzlab ko'tak harvolaga yog'och to'nglarni besib, 2 osh pishim vaqtda aron bir yo'l suv akilaydi. To'sh kelingan bo'lsalar, 3 tuman lashkar uchun usab gaz bog'lab ketgan qalblarni namdib berishga yetmaydi. Suv talishib ko'tarilgan jangi jadallar besiqmaydi. Ussizlikda issiq o'tib ketib yiqilgan lashkarlarning soni 3 kun ichida 5000 dan oshdi. O'tib ketgan bu lashkarlar ichi so'rib, qizitmasi o'rlab, o't otash bo'lib, soyning teshida yetishyapti. Uning ustiga hamdamchi sofiy lashkarlardan 3000 ga yaqin odam ussizlikka chidamay bir kechada qechib ketdi. Issiq o'tib og'rib yetib qolganlarmi 2000 dan oshdi. Shu sababli Molla Soqi bilan Molla Naqi xalifalarning amir lashkar Al-Shahbayning oldida tili tutib edi. Mana endi ular bargohi oliyga yeriyib kirolmaydi. Xohlagancha jang tadbirlari ko'rsatilmaydi. Qutbul Ahtob Parbuzurga Hidoyatullo Ishon xo'jasining kashfiyu karomatlarini, sha'nlarini chachirtib so'zlab maqtayolmaydi. Navod bilib bilmay zuvandorlik qilib sasa, Al-Shahbayning tanbihiga, masxarasiga uchraydi. Chunki Al-Shahbayning bu ahli suluk bahodirlariga bo'lgan hurmat ehtiromi ko'rinarli tuvalligan edi.
Ularni muhtaram bahodir sarkarlar deb hurmat bilan atamasdan masxarlik talaffuzda janobi zotil aqtoblar deb ataydigan bo'lib olgan edi va xohlagancha mazaq qiladi. Shundaqdimi Molla Soqi bilan Molla Naqi dardlarini ichiga tutib zo'rig'i hejishib yurishga majbur bo'ldi. Chunki ular bu sofiy lashkarlarning rasmiy jangga duch kelsa hech qancha kuch ko'rsatmaydiganligini bilib yetgan edi. Asiyada Al-Shahbek boshchiligidagi qo'shin xon lashkarlarini yengib olsa, ular bilan birga Ostoniga bostirib berib, xo'jisi Hidoyatulloh Eshonning ko'rsatmasi bo'yicha Ostondagi necha minglagan soqiyatchi qora tog'liq murtlarning qinini eriq qilib oqqizish, terisini so'yib po'stiga samon tiqish, oqti qilib piyini qirqib tashlash, qinida tugman cho'rgatish edi. Bunda qilish sofiy lashkarlarining qo'lidan to'liq keladi. Tehe mushu tuhfillar uchun xo'jisining oldigan in'omlarni o'ylashib, shalvoqlarni oqqizishardi. Al-Shahbek sarkardalari bilan lashkarlarning suv masalasini qandoq hal qilish, kuchlik yovga qandoq taqobil turish haqida bosh qotirib amal topolmay ralli bo'ladi. O'tib ketib, qizitmasi o'rlab ketgan lashkarlar og'riq azobida ingrab zor-zor qoqchaydi. Ammo Molla Soqi bilan Molla Naqi bo'lsa, kesal tegmagan bir qism sofiy lashkarlarini harakatlantirib, jarri samosilishib, hukmi o'qib, o'lishardi. Bu holat hoyi kecha, hoyi kunduz o'xshash takrorlanardi. Qizitmasi o'rlab ketgan lashkarlar bir-birlab jon taslim qiladi. Ammo jarri samo bo'lsa, bu o't otash qorg'ish tekkur soyni larziga selib, lashkarlarga orom bermaydi. Al-Shahbek bu qizitmaning yuqumli kezikka aylanib, butkul lashkarlarga talofat yetkazishdan xavfsirab yurki suv edi. Xonqoga borgan silishvaslar bu jarri samolarni, muhtaram so'pillarim, deb vaqiraydi Al-Shahbek savr qochdi. Eshak o'lib olsa, kuti g'ajak tortibdi deb nimanda qamlashmagan ish bu. Molla Soqi bilan Molla Naqiga qarab do'q qiladi. Janobi zotil aqtoblarim, bilib qo'yinglar. Jari samo bilan kuchlik yovni yengilib bo'lmas. Sofiy lashkarlarni halqi suhbatga mashg'ul qiluvchi jangbozlik mahorati bilan mashq qildirsizlar. Ular sapoyi chelishni emas, qilish nayzi o'ynashni o'rgansin. Rasmiy jangga tushganda 100 sapoyi ustidan bir qilish g'olib keladi. Xalifa Al-Shahbekka gap yondirolmaydi. Ammo orqasidan dahri murtad deb tillaydi. Soqollarini tutamlab xatlashadi. Bugun qo'zichish mahalda to'shib kelingan Harvidagi suni talishib, sofiy lashkarlar bilan Shahzoda Yo'lvosxonning lashkarlari orasida g'avg'o ko'tarildi. Har ikki taraf suni o'zlarining qarorgohiga akitib, tushlik tomoqqa hozirlik ko'rishga oldiraydi. Ular bir-biriga yo'l qo'ymaydi. Tortishib, ittirishishlar, yoqi siqishishga, keyin bir-birini qilishishga o'tdi. Ahvoldan xabar topgan Al-Shahbek bilan Molla Soqi, Molla Naqila kelib, jedalni orichilab bo'g'icha suv talishib o'lganlarning soni 10 dan, ig'ir yengil yaralanganlarning soni 50 dan eshib ketgan edi. Al-Shahbek g'azabini zo'rg'i besib olib turib, suni har ikki taraf tang taqsimladi. Va buningdan keyin har ikki taraf o'zining suyini o'zi akilib ichadiganligiga farmon tushirdi. Bu sayda mushundaq turaversak, lashkar sarvozlarimiz jang qilmay turibla usuzlik va kasal azobidan qirilib ketadigan o'xshaydi, dedi bargohi oliga qaytib kelgan Al-Shahbek sarkardalariga qarab. Endi qush mirza degan qiyri tulkimi bir o'stan suvni o'ngchi egalib olib, bizni bir temin suvga zor qilib qo'ydi. Qarorgohga mahkam bekinib olib, yo jangga chiqmadi. Uning maqsadini endi bilyapman. U bizni mushu sayda usuzlikdan qiynab, lashkarlarimizning jangovarligini sundirib, jang qilmayli el qilmoqchi. Shunga necha martaba jangga o'ynasakmi, choshqandek iniga kirib olib yetib olgan gap. Biz uning domiga tushibdik. Set, qachonmi lashkari tadbirda uni tanishamiz.
Odular, bu yerde quruq avar bulup terkişip, ölümni kütüp durmay derhal çekineyli. Negi çekinimiz Emir Leşker canaplari? Dedi Molla Saqi Elshah Bey'nin məsləhətini salmay öz aldığı hüküm çıkarğanıga narazı bo'ldi. Yeni sağı bulmay negi bo'latdi? Dedi Elshah Bey qapqinib turib. Barliq qarorgohlar yük taqlarini tengib taq bo'lg'ay. Tun nisbi bilan yovg'i bilindirmay chekinimiz. Yenisar qalasi mudofiaga aplik. Hujum qilishga afsiz joy. Suyimi mo'l, havosimi salqin. Lashkarlarni saqaytib olgandan keyin ondan ostoniga yurish qilsaqmi, ketishmaymiz. Sarkardalar lashkarlarni Yenisarga chekindirish tayyorligini qilish uchun dargohi oliydan chiqib ketdi. Belqut şirketida ovozga ilinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod Xanin nomli tarixiy romanini bugun musharga anglatdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Shenxua kitobxonalari setildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz. Belqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxsiy ibodat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birga birlashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Belqutdan bil. Belqut xazinasi